Salom do'stlar, Emris Play kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bizning bugungi video roligimizda, ya'ni juda ham qiziqarli bo'lgan o'yin yana bir. Xo'sh, bu o'yinni nomi esimdan chiqib turibdi, video ustida bo'ladi. Biz qiladigan missiyalar, to'xtab turinglar. Buni ovozini sal anaqa qilsa bo'lmasmikin? Voy, onasini imji chiqib ketdi do'stlar. Necha ovozim eshitilib turibdi degan umiddaman. Kanalda boshladik. Xo'sh, o'yinni hozirda ko'rib borishinglar mumkin. Akvariumdamiz akalar. Bizlarni qamab qo'yishgan. Nemo'mizga to'g'rimi? Masaroz baliq. Oppa. Ishlarini qaranglar buni. Voy, qiyin bo'lyapti. Men bu o'yinni zo'rg'a to'xtamay akalar, o'shaning uchun bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Bundan da qiziqarli video o'yinlar hali oldinda do'stlar. Xo'sh, biz chiqishimiz kerak. Oppa, hali chiqolmaymiz. Hali yeyishimiz kerak do'stlar. Qorinni to'yg'izib yeb olish kerak. Baquvvat yesak yaxshi bo'ladi. Oppa, mana bu opa tashlayapti. Oppa, nima beryapsiz bizga? Oppa, bo'ldi, qochyapmiz akalar. Suryapmiz bu joydan. Qani, so'raylik-da endi. Zaynab bo'lib ketdi bu yog'i. Uzr. Qani. Oppa, katta baliqlarning yoni. Oppa, mana bu nima deydi buni? Dengiz nimadirlari bu? Zararlimi, zararsizmi? Ha, mollyuska. Mollyuskam shunaqa narsalar. Gapim to'g'ri bo'lsa yozib qoldiringlar do'stlar. Mana yeyapmiz. Oppa, endi kattalarni ham yeyapmiz. Mana bu kattalarni endi keyin baliqlarni ham yeymiz. Baliqlarni ham. Qornimiz to'ysa bo'ldi bizga do'stlar. Mana ko'ryapsiz, kichkinalari biz uchun kichkina bo'lib qoldi. Katta bo'lib ketdi-da endi. Qaranglar, mana sekin kattaryapmiz. Ana qanday odamlar ham bo'lsa kerak-da bunda, to'g'rimi? Odamlar ham bor. O'sha odamlarni ham yesak bo'ladi. Hali yeyolmaymiz bu katta baliqlarni. Menimcha hozir yeyishni boshlaymiz bularni ham. Yo'q, hali ham yeyolmaymiz. Yesa bo'larmikin buni? Baliqlarni. Faqat shu anaqalarni yeb o'tib ketmaylik. Oppa, katta baliqlarni yeyapmiz do'stlar. Ko'rdinglar, o'zi kuchayib ketdi. Oppa, kattalashdi. Qushlar ham yuribdi, qushlarni ham yeya olamiz menimcha. Mana bu nima bu? Kalbasami sayishgan? Nima bo'lar? Oppa, bularni ham yeya olamiz akalar, qaranglar. Toshlarni, oppa, bo'ldi. Yeb oldik. Oppa, shuncha baliqlar, voy, do'stlar. Shunaqa videolarni, o'yinlarni sizlarga topib berayotganim uchun bitta like va obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Jalqamasi to'g'rimi? To'g'ri. Oppa, qushlarni ham yeyolyapmiz hozircha. Oppana. Yaxshi do'stlar, endi. Vo, nima bu? Baliq do'stlar, baliq. Voy, ye buni ham. Oppa, nima bu? Akalar, mosh. Odamlarni ham yeyotganmiz. Voy. Qonxo'r bo'lib ketarkanmiz, to'g'rimi? To'g'ri do'stlar. Qonxo'r bo'lib ketamiz. Yana do'stlar o'yin haqida. Oppa, odam yuribdi. Odamni ham yeymizmi? Keyinchalik yeymiz do'stlar, keyinchalik. Nima qasos olyapti, ko'rdinglarmi? Odamlarda ham, baliqlardan ham hammasidan qasos olyapti. Voy, bizga hujum qilyapti-yu bu. Voy, ona nima yur, qoch. Hozir bir anaqa kuch yig'ib kelaylik. Oppa, anaqadan odamni yemaymiz. Hali yemaymiz odamni. Hozirchalik yurib tursin bilan suzib. Oppa, bu anaqalarni ham yeyapmiz. Qani odamni yeya olamiz? Voy, qochib ketdi. Voy, hali odamni yemaymiz do'stlar, hali yemaymiz. Salgina bir kuch to'plab olish kerak, keyin albatta yeymiz odamlarini ham. Oppa, yaxshi. Odamni yutvordi. Voy, odamni yutvordik akalar. Voy, qasadga qo'layapti, qoch. Odamlarni yeymiz, odamlar menimcha ko'proq kuch beradi. Albatta. Tepada odamlar. Tepadagilarni ham yeyapmiz. Tepadagilarni ham yeyapmiz. O'zi kichkina bo'lib qoldi, ko'rdinglarmi? Odamlar ham hamma narsa kichkina bo'lib qolgan. Qasadga bir pas sabr qilib uni ham yerdik. Bizga tashlayapti-da u. Uni nima bizga tashlayapti? Oppa, uzr men hayajonlanib ketyapman-da endi. O'zi endi kuchayib ketdi-da, to'g'rimi? Endi qorni katta bo'lib ketdik. Oppa, nima bu tishli? Ha, akula shunda bu akalar, akulani ham yeyapmiz.
Akulalarni ham kunini ko'kka sovurib tashlayapmiz. Yo'q, o'zgarish bor do'stlar. Kasatkani endi hali ham yo'maymiz kasatkani. Odamlar ham ko'payib ketdi-ya. Odamlar kundan kunga ko'payib ketyapti degan gap bor. Mana shu balo bizga yordam beradi, ko'rdinglar? Odamlarni slishkim kamaytirib tashladik. Lekin shu balolarni ham yeyapmiz. Endi qo'rani och. Qochma, bu loyihalarimiz qo'layapti. Bir pas sabr turganda bir pas hech mo'ljalda yarim soatmi, 1 soatmi. Opa, endi bu yoqqa. Voy hali ham yo'maymiz. Bu kemali. Opa, bu anaqalarni ham yeb tashlayapmiz. Kasatkalarni ham voy ko'payib ketdi bu. Kitani qasdi, ona nima yo'q. Kit yuribdi, akalar kit. Kit yuribdi, yo'mayo. Kitni ham mazasini qochiramiz birpasdan keyin. Undan ham katta 8 oyoqlar minutlar ham bormikan, do'stlar? Nima deysizlar? Undan ham bormi? Opa, vertolyotlar. Opa, vertolyotlarni ham kunini ko'kka sovurdik. Aytib uchmaydigan bo'ldi bular. Opa, yaxshi. Opa, kattarib ketdik. Vo, ona nima yur buni qara. Opa, Titanic. Opa, voy bizga bomba tushyapti. Vo, buni ham. Opa, vertolyotlarni ham kunini ko'kka sovurib tashlayapmiz. Bu kitlar ham oshqozonga tushyapti. Yaxshi, voy bomba yuribdi. Yo'qshi, ko'k kitlar. Voy do'stlar. Qanchalik katta bo'lib ketdik-ku, mana bu kasatkalar yo'q bo'lib ketdi. Kemalar. Opa, va bu yoqda ham yubordik. Buni ham yeymiz do'stlar. Nima ko'rinsa yeb ketaveradigan bo'ldik уже. Bo'ldi, bundan kattasi yo'qmi? Ha, bo'lmabdi bu. Voy, yana katta zona. Pastamiz. Onangni. Nima bu? Bu katta suv osti kemasi do'stlar. Suv osti kemasi. Opa, mana bunaqa samolyotlar ham uchib yuribdi. Nima bor ekan bu yerda samolyotlarga? Tushunmayapman. Vatch deydi. Kema. Yaxshi do'stlar. Ko'ryapsizlar, vashi kuchayib ketdik. Qorni kattalardan bo'lib ketdik endi. Bizga vashi nima bu anaqalarni yo'mayapmiz. Kemalarni. Kattaroq nima bor deydigan? Katta nimalar bor ekan? Opa, demak bu anaqalarni bizani o'ldirish uchun yomlashgan. Suv osti kemalari yuribdi-yu ana. Shu tepadagilar nima bu samolyotdan yeyishimiz kerak, o'shalar kattaroq. Yeymiz. O'shalar ko'proq o'tib berishi mumkin bizga. Ammo hali ham yo'mayapmiz. Shu yedik buni ham. Opa, men suv osti kemalarini yeymiz endi. Suv osti kemalarini ham yeb bilayapmiz. Uni nima yo'li jonni ketkazmiz ekan, men bu uchun yurgan anaqalar suvdagida yurganlar. Hali ham yo'mayapmiz, endi jonlarni. Opa, yedik do'stlar, yedik. Mashina yedik, kemalarni ham. Chota kemalar ham slabiylik qilyapti bizga. Sezyapsizlar. Kuchayib ketdik. Menimcha obuna bo'ladigan joylar ko'rmadik. To'g'ri do'stlar, obuna bo'ladigan joyi уже kuchayib ketyapmiz. Opa, o'yin tugadi menimcha. O'yinni tugatib yubordik. Mana hammasini YouTube tashlagan. Nima dedi bu? Qanchadir narsani qonini ichording deyapti. Xo'p deymiz. Opa, 3 ta baklashkalarni ham, kitlarni ham, pitlarni ham hamma narsani yeb tashlabmiz do'stlar. Bu menimcha yaxshi natija bu. Ha, nima deyapti bu? Ha, bo'ldimi? O'yin tugadimi? Bo'lmabdi bu. Bo'lmabdi. Yana bo'lmabdi. O'yin tugab qoldi. Mana ko'rdinglar, o'yinni ham tugatib oldik. Menimcha o'yin sizlarga yoqdi deb o'ylayman. O'yin haqida, boshqa narsa haqida. Albatta fikringizni yozib qoldiring va video ustida ham, videoning nomida ham o'yinning nomi yozilgan bo'ladi do'stlar. Hammaga kattakon rahmat tomoshangiz uchun. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.